Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Charchamayapsizlarmi aka-ukalar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Xudo xolasa mana bugun Andijon mashina bozoriga chiqqanmiz juma kunida. Hammaga juma ayyomlar bilan. Xudo xolasa videolarni, Damas'larda obzor qilishlikdan boshladik. Inshaalloh podeshka qilib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Aka-ukalar, bugun mana Damas'larni chiroyli obzor qilsak bo'laveradi. Mana xudo xolasa sekin Damas'larni obzor qilishda boshlaymiz. Aka-ukalar. Sizdan aka bu? Nechinchi yil aka? Video qilib qo'ysak bo'ladimi? 2010-yil Oqsuvetda Damas avtomashinasi. Kraskasi aka? Qancha aka? Oldi Kirilovda bor, ha? Oldi Kirilovda, orqa Kirilovda bor. Qolgan joylari toza, xudo xolasa. Mo'z korobka hadovoylari zo'r deyapti. 2010-yil. Motor, hadovoy hamma yaxshi? Motori yaxshi. Probega? Probega 713 ming deyapti akamiz. 2010-yil. 713 ming motor, umuman rasxoti yo'q, xudo xolasa. Oladi, minadi. Mana balonlari ham archa holatda, xudo xolasa, yaxshi holatda turibdi. Mana ko'rib turganingizda akalar. Yurishlar ham zo'r, xudo xolasa, maza qilmaydi. Hozir mana orqa Kirilov bilan oldi Kirilovda bor deyilyapti. Endi yana tekshirtirib oladi, ustasini olib kelib. Bu dehqonchilikmi aka? Yo, tirikchilikmi? Tirikchilik, dehqonchilik ekan. Qayerdiki aka endi bu? Bo'zdi mashinasi ekan akalar. Nech pul deyapsiz endi aka buni? Buni aka 3000 kam bor. 3000 dollar kami bor. Hop, nech pulga berasiz endi? 28 ga akamiz berib yurar ekan. Gen davenni chiqaradi. Nima hujjat bo'ladi? Gen davenni chiqar ekan. Ana Andijonda turibdi. 2010-yil bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomeringiz? Nomer? Ha, telefon nomeringiz. 93lik 93lik 250 03 36 ekan. 18 toza. Akalar mana yana bitta 2018-yil toza akamizda mashina bor ekan, xudo xolasa. Hop, top toza bu. Ha. Ana probeylarni ham ko'rsatib qo'yamiz. 357.642 yurgan ekan. Salon holatlari ana chotki holatda turibdi. Chiroyli chexollar taqib qo'ygan, xudo xolasa. 2018-yil. Balonlari 13 balonlar, yangi balonlar taqib qo'yibdi akamiz, xudo xolasa. Top toza ekan, 2018-yil. Hop. Xudo xolasa 2018-yil top toza 357 ming yurgan oppoq Suvetdagi Damas avtomashinasi ekan aka-ukalar. Mo'z korobka hadovoylari yaxshi, zo'r holatda deyapti. Xudo xolasa. Nech pul ekan aka bu? Sizdan bu nech pul ekan? 18. Kim nech pul narxi? Buni 5200 deyapti. 5200 dollar deyapsiz, ha? Kamichi aka? Kami beraverasiz. 5000 ga bo'lar ekanda. 5000 ga. Gen dameni samyo chiqaradi. Sharxonni mashinasi ekan akalar mana. Salonlarni ko'rsatdik. Balonlarni ko'rsatmayman. Balonlarni ham yangi holatda deyapti. Mana 13 balon taqib qo'ygan ekan akamiz. Xudo xolasa. Mo'z korobka hadovoylari zo'ra, chotki. 5000 dollarga kelsa bo'laveradi. Xo'p, nomeringizni yana bir qator aytib qo'ysangiz. 93lik 250 03 36. Aka bozoringiz bersin. Xo'p. Akalar mana Damas'lar 2018-yilda 5000 dollar yana jichi gaplashsiz, kelishtirib bersa ham bo'lsa kerak. Savdolashsangiz bo'ladi, xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yerda mana maloshning qayma rang Damas bor ekan, akalar. Xudo xolasa. Kimdan ekan bu? Nechinchi yil ekan aka bu? 2019-yil qayma rang Damas avtomashinasi bor ekan, aka-ukalar. Mo'z korobka hadovoylari qanaqa aka buni? Mo'z korobka hadovoylari zo'r deyapti. Kraskasi? Toza deyapti akamiz mana. Xo'p, salon holatlari ham go'zal holatda, yaxshi holatda turibdi. Olmaylar aka. 123 ming yurgan ekan, 123,5 ming yurgan ekan akalar. Xo'p, ma'lumot uchun mana Andijonda mashinasi ekan akalar. Top toza, kraskasi yo'q deyapti. Mo'z korobka hadovoylari zo'r deyapti. 123 mingdan oshiqroq yurgan ekan probeylari. Nech pul deyapsiz aka buni? 5500 dollar kami bor deyapti ekan, xudo xolasa. Kelishsa bo'ladi, yana, xudo xolasa. Xo'p, gen davenni hamma dokument chiqaradi. Hamma dokument chiqaragan akalar, mana Damas qayma rang, Damas istaganlarga chotki holatda turibdi. Xo'p, nomeringizni aytchi aka? Ha, mo akaning nomeri nima?
Aka telefon nomeringizni aytib berasizmi? 90'lik 90lik 567 567 77 77 74 74. Bozoringiz bersin. Akalar mana 2019-yil chiroyli holatda Damas avtomashinasi ko'rdinglar. Xo'p. Yana mashinalarni obzor qilishlikda davom etamiz. Bugun juma, odamlar juda ham ko'p akalar. Xudo xolasa. Nimada nasiyaga kelishamiz deb qo'yibdi. Kimdan aka? Sizdanmi? Nech pul ekan bu tog'a? Nech pul ekan? 2024-yil. 2024-yil 9000 kami bor, xudo xolasa. Oldida 1-2 ming puli bo'lsa, nasiyaga kelishsa bo'ladi, ha? 1 yilga kelishsa bo'lar ekan akalar. 2024-yil 147426 probeg yurgan ekan akalar. Moz korobkalari zo'r bo'lsa kerak, a? Yaxshimi? Moz korobka hadovoylari. Moz korobka hadovoylari yaxshi deyapti. Balonlari ham o'rtacha holatda ekan, xudo xolasa. Balonlari ham o'rtacha holatda. Demak, $1000, $2000 puli borga bemalol kelishsanglar bo'lar ekan akalar. Mana $1000 pulingiz bo'lsa, shunda tog'amiz oldiga kelsanglar $9000 ga berar ekan. Nomeringizni aytib berasizmi, tog'a? Nomeringizni, telefon nomeringizni. Kami bor ekan. $9000 dan ham yana kamaytirib berar ekan. Bir 8,5 millionga qadasa bo'ladi, xudo xolasa. Mana tog'amiz nomerini ko'ryapti, xudo xolasa. 210 90lik nechilik? 93lik 210 6105. Xo'p, bozoringizni bersin. Mana tog'amiz xudo xolasa ma'lumotlarni aytdi akalar. Ko'rdinglar. Aka sizdanmi? Nechinchilar ekan? Bitta video qilib qo'ysa bo'ladimi? Qo'ymay qo'yayim. Akamiz qo'ymay qo'ying dedi. Xudo xolasa video keyingi mashinalarni olishda davom etaveramiz biz. Xo'p, akalar bir dunyo mashinalar chiqqan, shu bilan birga mashina oladiganlar ham bir dunyo. Video qilib qo'ysak bo'ladimi aka? Nechinchilar ekan? Oppoq suvetda akalar mana Damas avtomashinasi bor ekan. Nechinchilar ekan aka bu? 2023-yil. Top-toza. Toza 90 ming yurgan. Ana balonlari ham yangi ekan, balonlari ham. Balonlari ham yangi holatda turibdi. 90 ming yurgan. Ana salon holatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz akalar. Ana go'zal holatda turibdi. 90.920 yurib qo'ygan ekan mana. Salonlarni ko'rdinglar akalar. Moz korobka hadovoylari zo'r bo'lsa kerak aka, xudo xolasa. Moz korobka hadovoylari zo'r deyapti akamiz. Andijonda mashinasi. Nech pul deyapsiz aka buni? 6,5 ming. $6500 kami bor deyapti. Akamizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomeringiz aka? 98lik 170 70 90. 90. Aka bozoringiz bersin. 2021-yil oppoq suvetda Damas avtomashinasi bor ekan akalar. Probegi qancha aka buni? 71 ming. 71 ming yurgan ekan probegi akalar. Kraskasi? Orqa krilosida chap tomonda bor. Orqa chap tomonda orqa kriloda kapalay bor deyapti. Mayerdami? Ha, mayer bilan keyin mana oldi kriloda bor ekan akalar. Hop, 71 ming yurgan. Asho bir 5% deyiladi endi kraskasi, bir 5% atrofida kraskasi bor ekan. 2021-yil. Moz korobka hadovoylari-chi qanaqa, yaxshimi? Zo'r ekan, xudo xolasa akalar. Balonlari go'zal holatda turibdi. Oladi minada, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz aka bu? 59 kami bor. $5900 kami bor deyapti akamiz. 85 ekan bu, ha? 80. Gen daverni chiqaram. Gen daverni chiqaradi deyapti. Nomeringiz aka? 94lik 109 44 65. Aka, bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rdinglar, xudo xolasa Damaslarni narxlari ancha zo'r bo'lib qolgan. Bemalol kelishsanglar bo'laveradi akalar. Mana bu yerda ham 2019-yil 222 ming probeg yurgan qaymarang Damas bor ekan akalar. Bo'ldi aka, qilib qo'yamiz. Hop, Petnos bor ekan, Lux ekan pozitsiyasi. Metan, benzin. Nomerlar 99lik 877 0021. Qiziqqanlar mana chotki holatda turibdi, ha? Kunduzi telefon qila olasizlar ekan akalarimizga, xudo xolasa. Qaysi aka? Bo'ldi aka. Oppoq suvetda nechinchi yil aka? 2021-yil Damas avtomashinasi. Balonlari o'rtacha holatda turibdi mana akalar. Hop. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa Damas yaxshi holatda. Mana maylarni ham chiroyli qilib bezab
naqd qo'ygan ekan. Bu fullarini ham. Hop, nechinchi yil bu endi aka? 2021 yil 59 ming yurgan 4 yilga mashina ekan akalar. Hop, Moz korobka hadovoy qanaqa aka? Jima, zo'ra. Shumka bo'lgan ekan. Mana akalar, shumkalar bo'lgan ekan. Mana salon holatlari ham mana go'zal holatda, yaxshi holatda turibdi. Bu dehqonchilik bo'lsa kerak aka. Qayerdiki bu endi? Jala hududi mashinasi ekan aka. O'zingizni xizmatingizni qilgan mashina. Akamizning xizmatini qilgan mashina ekan, xudo xolasa. Olsanglar baraka topadi inshaalloh. Hop. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 6 ga bo'lsa berib yuboramiz. $6000 ozmoz kami bor a, barakasiga. Ozmoz kami bor ekan, keyin davenni chiqaradi. Ikkovi ham chiqarar ekan, xudo xolasa. Hop. $6000 kami bor, keyin davenni chiqaradi. 2021-yil 59000 yurgan go'zal Damas avtomashinasi. Hop. Nomeringizni aytasizmi aka? 93lik 056 89 76. Aka bozoringiz bersin, ishlar kirib. Akalar mana ko'rdinglar, xonimlar aka. Damas qilib beraylikmi video? Nechinchi yil aka bu? 2022-yilga 2023-yil oppoq svetda Damas avtomashinasi bor ekan. Akalar mana balon holatlari archa holatda ko'rib turganingizdek mana go'zal holatda turibdi. Hop, motor hadovoy qanaqa? Motor hadovoy, xudo xolasa zo'r deyapti akamiz. Moz postlarda umuman tovush yo'q a? Hop, kraskasi? Kraskasi yo'q ekan, top-toza ekan akalar. Andijonning mashinasi ekan. Mana ko'rib turganingizdek salon holatlari ham go'zal holatda. 126447 probeg yurgan. Yaxshi holatda turibdi, xudo xolasa. Hop, nech pul deyapsiz aka buni? $6000 kami bor. Hop. Akalar telefon qila olasizlar, akamizga nomerini qoldiramiz. Nomeringiz aka? 93lik 257 41 14. Aka, bozoringiz bersin. Akalar, mana xudo xolasa qo'ldan kelgancha video obzor qilindi. Keyingi videolarda qaysi mashinalarni obzor qilishligimizni xohlaysizlar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Go'zal holatda video obzor qilamiz. Kimga qaysi mashina yoqqan bo'lsa, albatta aloqaga chiqib ma'lumotlar olib, baraka topib qo'ysanglar, kommentariyalarda men mashinali bo'ldim deb izohlar qoldirib qo'ysanglar, yana xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha